Assalamu aleyküm. Şeriat Olamdan kanalının iştirakçıları, muhlisleri. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerge bugün Allah'ımın ulug kitabı Kur'an-ı Kerim'den şerhler, mutlu Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un tefsirlerden okuyup vermekçiyim. İcazatınız bilen. İmanlı, yaxşı amal kılıyıcılarga elbette güzel mesken var, husnudlik var. İzah. Müminlerge katta cennet vada kılınyaptı. O yüzden hursamçılık var, husnudlik var. Kafirlerge ise cehennem vada kılınyaptı. Bunlar bilip koysunlar bunu. Rad suresi 29. ayet. Müşriklerini Allah Resulü'nü, kafirler Allah Resulü'nü ve ondan oldunca peygamberlerini maskara kıldılar. İzah. Kafirlerinin peygamberlerini maskara kılışını aytilyaptı. Ularga elbette Allah'ın biraz muhlatı var ki ularga o'zi cezasını beradi. Rad suresi 32. ayet. Rabbidan nazil qilingan narsa haqligini bilgan ko'r emas, qalb ko'zi ochiqlardir, aqllilardir. Qalb ko'zi ochiqlar, bular ilmlilar. Qalb ko'zi yopiqlar, bular qalbi ko'rlar. Johillardan qalbi ko'rlar. Ko'zi ochiq bo'lish uchun inson, qalb ko'zi ochiq bo'lish uchun ular doim aql idroki bo'ysunadi. Rad surasi 19. oyat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında rivayetlerden, hadisler, danalar bisatıdan ve halk mübarek öğütlerden okuyup bilmekçiyim. İcazatlarınız bilen. Deyip hoca, faydası bulmasın, adam bul. Allah eğer her bir nesani geçirtirse, bunda bilin ki bir hayır var. Güzel bir hayır iş var. Uluğa işe şaşır göz ömründe hem bizim mihmanlarını unutma. Baxtni hech qachon oson bo'lmaydi. Kimga agar Alloh baxt ato qilsa, yaxshilik istasa, uni doim katta imtihon qiladi. O'lgan arvoh yer tanlamas, o'tirgan qiz er tanlamas. Insonning qalbi hassosligini, yuragida vijdoni bo'lsin doim. Insonning qalbida hassoslik, yuragida vijdon bo'lsin doim. 4 narsadan Allohdan panoh so'rang. G'amdan, mahzunlikdan, ojizlikdan ve baxillikdan. Kishiga baritoshlik qilmang, to'rt kishiga, yetimga, miskinga, faqirga, bemorga. Sabrni, ilmni, saxiylikni, halollikni doim unutmang. Dardingni toqqa aytsang bo'ladi, suvga aytsang bo'ladi, lekin hech qachon insonga aytma. Ayolni sevish sunnatdir, asrat vojibdir, zulm qilish esa haromdir, xursand qilish esa savobdir. Üç narsa hayotda qimmatdir. Birinchisi muhabbat, ikkinchisi ishonch, uchinchisi aql. Üç narsa ishonchli emasdir. Hokimiyat, omad, boylik. Üç narsa insonni yo'q qiladi. Hasad, kibr, g'azab. Üç narsa insonni belgilaydi. Mehnat, halollik, yutuq. Pulga qiziqmang. O'zingizni o'qqa cho'qqa urmang. Pul odamni yo'ldan ozdirar. Üç narsani ishga sol. Aqlingni, himmatingni, sabringni. Üç narsani pok tut. Tanangni, kiyimingni, xayolingni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, musulmonlar yaxshi deydi, boshqa insonlar uni qo'l bilan tilidan olib topmasligidadir deydi. Nachar ahvolda yashash kambag'allik belgisidir.
Baxt yaşlamaz, tuyg'uda. Yosh o'tadi, go'zallik o'zgaradi, ammo mehr qoladi insonda. Kim dunyoni oxiratdan ustun qo'ysa, demak unga dunyo ham yo'q, oxirat ham yo'q. Hech qachon biron kishiga juda yaqin bo'lmang, qattiq bog'lanib qolasiz. Ovozingni emas so'zingni o'zgartir. Zero yomg'ir bilan o'simlik o'sadi-yu, mavoqi daraxt bilan emas. O'lim kelsa, mol ketar, yurt ketar, do'st ketar, ammo iymon sen bilan qolar. Seni haqorat qilganlardan hech qachon hurmat kutma. Orzularim uchun uzr so'rama. 3 narsa: xato qilsang tan ol, o'zingni kamsitma, boshqalarning rohati uchun zaif bo'lma. 3 narsa ishonchli emas. Doim ishni tanla, bo'sh vaqtni emas. Belingni to'g'ri tut, ruh tanang orqasida yuradi. 3 narsa mehnat insonligini belgilaydi. Mehnat, halollik va yutuq. Bir so'zni ikki marta hech qachon aytma. Birovning tuyg'ulariga hamdard bo'lishni ko'rsat. Va'da berdingmi, albatta bajar. Hasadgo'ydan qo'rq, tuzalmaydi u. Kambag'aldan qo'rqma, boyib ketadi. Bemordan qo'rqma, tuzalib ketadi. Ayol quroli uning tilidir. Xotinsiz erkak jasadsiz boshdir. Farzandingiz yutqazganda hech qachon urushmang. Harakat qilayotganingizda maqtang. Farzand yolg'izlikda emas, mehr ichida o'ssin. Har doim yonida emas, orqasida qoya toshday tayanch bo'lib turing. Agar xafagarchilik yetsa, onangizdan uzoqda bo'ling. Agar xursandchilik bo'lsa, avvalo onangizga ayting. Chunki kishi hammadan birinchi xursand bo'ladi. Ijozat sahibi. Debocha, inson xulqi qanoat bilan go'zaldir. Umoma qiziga aytgan nasihatlaridan: qizim, qanoatli bo'l. Qanoat qalbga huzur bag'ishlaydi. Ochko'zlik qilib eringga o'zingni yomon ko'rsatma, o'zingdan sovutma. Qanoatning o'zi muhtoj narsaga yetarli miqdorda rozi bo'lishdir. Hirs, ochko'zlik balosi to'g'ri yo'ldan adashtiradi. Rohatni bilmaydi. Havasga beriladi. Insonni qanoat izzat sharafga yetaklaydi. Tamagirlik esa doim haqoratga yetaklaydi, kulfatga yetaklaydi. Qanday avliyo payg'ambarlar o'tgan yo'l bu? Qanoat avliyo payg'ambarlar o'tgan yo'l bu. Bir lahzalik dunyoda qanoatdan uzoq yashama. Tama ortidan gunohkor bo'lish oxiratingni xarob qilib qo'yasan. Qanoat o'tkinchi istaklar, yeyish-ichishdan tiyilishdir. Hirs nafsdan qanoat orqali qutulish mumkin. Inson tejamkorlikka intilsa yaxshi bu. Hadisda aytilgandek, tejamkor inson faqir bo'lmaydi. Endi o'zim yozgan bir mashqim bor, bir o'qib beray sizlarga. Qanday ma'qul bo'ladi, ko'rasizlar. Xatokor insonga: xato qilding, yomon xato qilding. Iblis hiyla qildi, nafsing quli bo'lding. Boshingga tosh urilganda ming afsus kech. Bu dunyo bir sarobligin keyin bilding. Alloh agar bermas bo'lsa, yugurma hech. Axtarmagin, topolmaysan pulingga ham. Berar bo'lsa rizq nasibing erta yo kech. Sen bilmaysan, tashlab ketar yo'lingga ham. It tindi-yu, qushlar tindi, sen tinmading. Joningdan ham ortiqmidi mol dunyo.
Bu dünyada et Allah'a nime deysen, aslın bilsen saf kitaplıdır dünya. Saf kitaplıdır bu dünya. Aslın bilsen saf kitaplı bu dünya. Küçük hikaye. Navayının huzuruna bir kişi geldi de yalan bilen Resul'ün farkına aytıp verişini soradı. Şunda Hazret kolunu yer getire, bunda anca vakti kelip kaldı. Ve dedi, benim sizni görüp turganim bu rost. Ama bir ağız söz etmegen bu yolgan dedi. Rastubay dostunikiga mehmonga keldi. Dasturxon to'la yegulik. Ikki do'st chaqchaqlashib, hach-pach deguncha 3 ta butilkani ishchan bo'shatdi. Tun yarmidan oqqanda do'stini kuzatishga chiqqan mezbon qaytib kelib o'rniga guppa tashladi va hurillab uyquga ketdi. Xurrayotib. Mehmon gandiraklab negadir molxona tomon yurdi va qo'lidan bir qo'yni yetaklab chiqdi. Rastubay katta chashkashda zo'rg'a uyg'ondi. Ko'zlarini zo'r uqalab turdi-da, mollaridan xabar olishga molxonaga ketdi. Qarasa, qo'ylar ichida bitta peshonasi qashqa, sog'liq yo'q. Ko'rinmayapti. Kechgacha axtardi, rosa axtardi. Bormagan joyi, izlamagan joyi qolmadi. Oxiri do'stidan borib so'radi. Yo'q, ko'rmadim dedi ko'zlarini olazarak qilib do'sti. Yerga tikilib. Bo'ri yeb ketgan dedi do'stim. Bo'ri deysanmi? Ola. Ko'ngli bir narsani sezgandek qo'la tomon yurdi. Baland ovozda qichqirdi. Marfa, Marusya. Shu payt qaragi qo'radan ma degan ovoz eshitildi. Tavba. Aroq aybimi yo qo'l egri do'stmi? O'zingiz tahlil qiling. Qarz. Hayotning har oni kishini qarzga botiradi. Kimdir mashina oladi, kimdir to'y qiladi, kimdir uy soladi. Qarzga olsa qanday to'laydi? Javobi og'ir, juda ham og'ir. Qarz sabab kishi o'zini o'qqa-cho'qqa uradi. Qon bosimi oshib ketadi, yuragi o'ynab qoladi, kimdir unumsiz bo'ladi. Odamzod Alloh oldidagi qarzlarni esa shunday o'ylasa edi, ko'rsa edi, tog'day uyulayotgan qarzdan qo'rqqan bormi? Qancha ibodatlar ado etilmayapti. Ilm uchun inson qayerga qarab ketyapti? Aql, fikr kabi ne'matlarni uvol qildik-ku. Yana qancha Alloh ne'matlari, inoyatlarini uvol qilmadik. Bu dunyo moddiy ne'mat sinovi. Oldiga maqsad qo'ygan odam albatta qattiq kurashadi. Inshaalloh qarzni uzar ham. Bu oson emas erkak uchun. Ayol ham yelkasida bekarlik, onalik mas'uliyati bor. Bellar oldingidek oson egilmayapti. Endi 3-4 sajdadan keyin og'riyapti. Xatga tushding, o'tga tushding deganday, bu ko'ringan qarzlar, qog'ozda ko'rinib qolgan qarzlar, qancha faktlar bor. Ular o'ta o'jar, qaysar. Alloh o'zining oxirini baxayr qildi. Tamam. Endi azizlarim, shoir ukamiz Alisher Aymatlining to'rtliklaridan o'qib bersam, chunki yaxshilik qilgan bilan barobar deydi. Sababchi qilgan bilan barobar deydi. Baxtni barbod etish oson. Bir daqiqa ham ketmas. Uni tiklash uchun ba'zan butun umr ham yetmas. Odamlar yuragi kitobga o'xshar. Baxt, umid, fojia ko'zni yoshlaydi. Uni begonaga tutqizmang aslo. Baribir tushunmas, yirtib tashlaydi. Mehr
Mihir nezeri ayting babacan, nevarası bir gün soradı. Mihir onu işitmey herkes, gözü aciz onu köredi. Yığlay bir gün bağrını tığla, başkınanga baş kuşu kondu. Gündüz yığla, keçesi yığla, içindeki alovlar sonsun. Hılkat. Adamlar sırlı hılkatta hakikaten hem. Kekseygen sarı onun dünya karşı hem özgürlerdi. Ağayn kardeşleri ne körüsü kemeydi. Hayattan, dünyadan soğuk baradı. Ertemez nersek hem yaş baradı, araslaydı. Adam ise ne yaktırmaydı. Erinçe o yalqav bulup kaladı. Aram ve tinçlik istep kaladı. Azizlerimiz bilen bugün geçtiğimiz tamam. Sizlerge hürmetle tinçlik amanlık, ömürlerinizge ömür dileymen. Ailelerinizge bereket dileymen. Sağ salamat bolunuzlar, doyum oynap gülüp birimizler. Allahu Ekber.